Obunachi qizlar, mana qaranglar, men sizlarga shalvi ro'molli ko'rsataman uzorlarini qanaqa chiroyliligini. Hozir shu uzorni men sizlarga sxemasini ko'rsataman. Sizlar sxemasini o'zingizga kerakli joylarga ana qilib olinglar qizlar. Juda ham chiroyli. Mana shu sxema mana sizlarga tavsiya qilaman. Sxemasini o'zingizga olinglar. Shu sxema bo'yicha to'qiysizlar. Qaranglar qizlar. Juda ham chiroyli. Mana bu gullari, mana bu tochkalarni bilasizlar, bular zanjir choklari. Mana bu mayda shu yerdan mana bu yerdan boshlab mana shunaqasiga aylanib stolbiklar bilan chiqariladigan choklar. Qaranglar qizlar, o'zingizlarga shularni olinglar. Menga obuna bo'linglar kanalimga. Bundan buyon qo'yib boraman sizlarga sxemasi bilan. Sxema sizlarga shpargalka bo'lib qoladi qizlar. Yanishmasdan to'g'ri to'qishinglar uchun bu yordam sizlarga qizlar. Marhamat, meni kuzatib boringlar, podpiska qilinglar, kuzatib boringlar. Sizlarga maslahat beraman. Sovg'alar uchun, o'zingizlar uchun to'qisanglar juda ham chiroyli turadigan narsa ustinglarda. E'tiboringlar uchun rahmat, kuzatib boringlar.